Maqsadimiz inson manfaatlari hamma narsadan ustun degan tamoyil asosida xalqimiz hayotini yaxshilash. Yurtimizda mana shu har bir insonni rozi qilish bo'yicha xayrli ishlarimiz bardavom bo'lsin. Muhtaram prezidentimizni bizni oldimizga qo'ygan asosiy vazifalardan biri. Inson qadrini qog'ozda emas, amalda ijrosini ta'minlash. Mana bugun ham G'uzor tumani misolida mana shuni ijrosini hammamiz guvohi bo'lib turibmiz. Ro'za Ramazon oyini tabriklagani uchun rahmat. Yangi bergan xonadonlarga Xudo xolasa oila qurmoqchiman. Rahmat prezidentimizga. Shu 3 farzandidan nasib bo'lsa, bular mana shu ihson qilgan insonlarga o'xshab ihson tarqatuvchi boylardan bo'lib chiqsin. Elimizda, yurtimizda himoya qiladigan insonlar bo'lsin. Bir 15 yildan beri uy qurolmay yuraman, ishlab qoldi, yotib qoldi boqib paytlar. Uchoqqa bitta hovli turardi. Xudoga shukr, nasib qildi shu kunimizga. Juda xursandman. Sayil bayramga prezidentimiz shunday uy sovg'a qildi bizga. Rahmat aytamiz prezidentimizga. Prezidentimizga katta rahmat, sizlarga ham rahmat. Shunday kutmagan edim. Menga eng kutilmagan sovg'ada menga. Kutilmagan sovg'a, gapirishgan tilim og'iz. Rahmat kattaga. Prezidentimiz berdilar sizga bu uyni. Doim sog' salomat bo'ling. Eng zo'r G'uzorda nomor 1 maktabga o'qib, kelajakka mana ota-onasiga xizmat qilsin.